Akalar, sizlarga Aravon sentridan ko'p uzoq bo'lmagan lokatsiyada, Jannat mahallada uyimiz shunaqangi uglovoyda joylashgan, G formada. Va sotiga keladigan bo'lsak, sotiga 8 sotik. Ko'ryapsizlar, suvdan, svetdan bu yerda muammo yo'q. Kirib kelish ko'chalari lokatsiyasini aytib o'tay. Jannat mahallaga arkadan kirgandan keyin birinchi ko'chadan soy bo'ylab kelganda shu uglovoydagi xonadonimiz bo'lib qolyapti. Endi sizlarga ichkarilarini to'liqroq obzorini qilamiz. Qani ketdik. Bu xonadonimiz 8-xonadon bo'lib qoladi. Kirganda mahallaga birinchi xonadon bo'lib qoladi. Biz hozir xonalarni to'liq sizga ko'rsata olmaymiz, sababi bu yerda qo'shni o'tirar ekan. Uyda odam borligini hisobiga sizga ko'rsata olmayapmiz. Bu tomonda to'rxona va bu tomonda molxona, tandir o'chog'i va orqa tomonda soy. Qani bu tomondan sizlarga to'liqroq ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz ko'ryapsiz, uglovoyda, o'ta ham zo'r. Bu yerga magazin qilasizmi, mo'yka qilasizmi, nima qilsangiz ham bu yerga yarashadigan joy. Lokatsiya zo'r va choyxona qilsangiz ham zo'r bo'ladi. Oldida katta shunaqangi anhor, soy o'tgan. Bu soydan biz hozirgi paytda so'radik. Bu yerda snos degan narsa bormi? Snos degan narsa yo'q ekan. Naborot, narigi tomondan xot bor ekan. Bu tomonga soy kirib ketgan ekan. Buni to'g'rilab beraman debdi. Endi kimga bu joyimiz qiziq bo'lsa, ekran pastiga egalarining nomerlarini qoldirdik. Senalari, dogovorni deyilyapti. Egasiga срочный telefon qilib, bemalol so'rab gaplashib olsangiz bo'ladi. Kimga bizning xizmatlar kerak bo'lsa 0552 bilan 28 13 raqamiga bog'lanamiz. Xudo xolasa xizmatinglardamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.